mecbur bir şeyde oynakan da oyunsan oynayıcının balam ha. Uydum. O da senin balağına ikildiğini bilgen bolsan memek valayken ben toş kız billah oynaydı. Egemey diyen qaraligdan qinapamni yo'qib qo'ysam qara tul hoydab qara yugasa yugama pastliklarim bir şağırıydı deydik ya. Onu bunu tusu chiqibsa deb tul hoydab men bir ulan hoydisin deb tuqqanda jinim balamni jinim chiqirib. Balağın bek şoq adashının qarğancalı qiynapanı xel jugat qıptı da. Ya bir şoq bop tağını öğretmedi qara ötken bir iki qatim densin chiqibsa şunu mesela balama hoy demeyse deb hozir sözleydi. Ha şu adaş balağlarını xel erkin baxtınlar adaş. Aldın qitim bizning oy kelgan chaqdalıq denşin bir dem boping taylarga bir kanallarni ichitib adaş. Bilmey bir mushkiz qo'ytaylar adaş. Pek yaman ha. Ben chiqimni bilmayman deysiz bir narsa dem bo qilishni. Bu telefon deyishdigan biz birimdan chiqib ketib pek yamanjimi balam. Pek yaman geliş. Bir adaş balan gel qil. Ay yuğamı taş etib yürüydü. Beni Balam oylab oyna balam ha. Bir adaş qarasa yaxshi gördü qara biliqlani. Muşta kichik toshqonchoq mushukchoq degan tabiatni pek suydi qara balam. Adaş pek suydik adaş. Aldın qitimi bizning oydagi mushkin tas qolib bo'q qo'yg'ili. Ha, mening balam menga o'xshaydi ha. Qarab kelibdi. Balığınız yandaki joystick'den so'mkisini tatib ular qopib ketdi. Ye, nim bo'pti? Bir nimasini olyaptimi ya, ha? Qiziqgina. Oy, yutib kelsa bir nimasini ovozi to'lgandek opsibam yerdan. Adaş men balam taz yaxshi qilmabdi, gap qo'ysa qilami? Ey, adaş men balamni jo'shtaq erkin qo'yibetdim qara. O'g'an bal bo'lganki qo'rqanchaq boqamisin deb jo'dash, mishtaq erkin qo'yib cho'ng qildim qara. Adaş endi qo'rqmas bo'lish bilan mavi adabsizlik ishki huquqimjimi? Ey, adaşam kichik ban adabsiz deb ketgidek, o kichik tursam, deyimda tutib qo'yganda dash. Adaş balamı kichik emas, 7 yoshdan oshdi adaş. Yiligu haqning so'mkisiga o'zingninki so'mka yonchiqlarga ruxsatinsiz cheqilsang bo'lmaydi deb o'gitishing kerak adaş. Nurg'un xato yo'lga menib qolgan balalarimiz adaş. Mush otangız kichik vaqtida diqqat qilmaganlikdan cho'ngib ketgan ishlar adaş u. Adaş bir xato yo'lga menib qoldi, haqning so'mkisi bir naq bo'lmay hozir. Avab bir xato yo'lga menib qoldi. Bu qiziqib nima deb qaraydi shu samam oshirib. Adaş haqning so'mkisi degan haqning shaxsiy buyumi tursa. Acha, balığınız ayet bir balığın beşini yerip koyup. Voy, meni balam işte